Mana shuncha mashina bitta furani kichkina joydan noto'g'ri burilib, galavani orqa mostini podushkasi balon joyida portladi. Keyin unga boshqa mashinani galavani yechib, ulab, tortib yo'lda ochganimizcha mana 2,5 soat o'tirdik yo'lda. Bitta shu furani ashibkasi uchun. O'sha uchun do'stlar, joy kichkinami, tekis joy emasmi, yukingiz bormi, polni qaychi qilib burilmang. Probkani ko'ryapsizmi? Men oldinda bir 4-5 kilometr o'tib ketdim. Mana buyog'ini olib qoldim men ulgurib. Realni ko'rsatayin deb. Nima demoqchiman? 100 kilometrmi, 50 kilometrmi oldinga yuring, kattaroq joy tanlangda, keyin buriling. Mana endi bu podushkani almashtirish kerak. Cho'l o'rtasida qolib ketgan balon topish kerak, zapaskasi bo'lsa yaxshi. Kamida 2-3 soat ketadi uni almashtirib, podushka bilan zapaskani qo'yguncha ham 3-4 soat ichida o'ziga keladi. Mana uni galavani yechib, boshqa galava qo'yib, uni tortguncha ham mana 2 soat o'tirdik mana shu yerda. Bu yana o'zini ishini 2-3 soat bitiradi. 5 soat vaqt yo'qotadi. Bundan ko'ra oldinga yarim soat yurib turib, ishini bitirsang bo'lardi, to'g'rimi? Erinmaylar do'stlar, erinmaylar.